Assalomu alaykum. Mana shu bir domilla talabalarga dars beraman deb ichkariga kirgan ekanda, xonaga kirib qo'liga katta bir oq qog'ozni olib, o'rtasiga bir qora tochkani tegizgan ekanda, "Mening qo'limda nimani ko'ryapsizlar?" desa, "Bitta qora tochkani ko'ryapmiz" degan ekanda. Domilla aytgan ekanda, "Yaxshi, balki meni xafa qiladigan joy mana shu joyi. Qo'limda shuncha turgan katta oqliq qog'ozni ko'rmay bitta qora tochkani ko'ryapsizlar. Undan maqsad nima? Birovdan kir qidirish, kovlash, internetga qo'yib iloji bo'lsa chochib, porlatish, hamma tomonni ostin-ustin qilish. Undan maqsad. Bu gamdan maqsad nima? Mana shuncha maloq bosib ketgan tovdi. Odamlar nima deydi? Bir sürü nesa oylig'ib jatdi. O'ltirmadimikin shu chigirtkani deb qo'yadi. Og'izga olsangana. Bo'lmasa bizning miyaga mixqab yuborganday urib kirib ketadi. Miyani o'yib yuboradigan gap gapira bir xil. Tushunganlar ham bor, Alloh rozi bo'lsin. Mana shu mana mototsiklni 6600 so'mga oldim. Shu jonga bitta ahmoq bo'lsa, sho'lam bo'lsa kallamiz men bo'lsam kerakda. Endi shu bir jetim jesir sag'ir sug'ur bor. Mana shularning g'alladanini jemasin, bir men ham savob olamanma degan umidda shunday qilib yuribman. Men o'zim manfaatimni ko'zlaganim yo'q. Bir xillar manfaatini ko'zlab yuribdi degan negativlar ham bo'ldi. Endi ol hammasi Allohga ayon. Xolisona Alloh uchun xizmat qilyapmiz. Buni aytmoqimiz kerak. Shu odamlarning me'dasiga tegmayin deb gruppalarga o'tgan yil taylag'ichi edim, bu yil ko'p taylaganim ham yo'q. Lekin mana xalqqa yenib borib ziyon beryapti. Mana buni soati 9 da 4 ta, 5 ta, 10 tagacha chigirtka birigib mingashib endi urib qo'yaman deb harakat qilyapti. Yanga 5 gektar, 10 gektarda chigirtka 1 so'dik, 2 so'dik yerga joy bo'ladi. Shunchalik jam bo'ladi. Mana shu palla o'ltirib taylash oson bo'ladi. Mana shu palla o'ltirishimiz kerak. Bir-birimiz qo'llab, salgana daskiri qilib, shuni o'ltirishimiz kerak. Xalq to'da bo'lib chiqsa, shibirkilab bo'lsa ham urib o'ltirib oladi. 10 ta, 20 ta mingashpandan keyin ustidan bossangiz ham u indamay turaveradi. Shunchalik nima bo'lib qoladi.